Davlatimiz rahbarining Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida maqolalari katta bo'lajak sammit oldidan qilingan ishlarni sarhisob qilish bilan birgalikda yo'nalishini, vazifalarni ham belgilab berganlik bilan nihoyatda ahamiyatli. Sababi mana shu maqolani o'qib, birinchidan shu Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan integratsiya, o'zaro yaqinlik, hamkorlik, yaxshi qo'shnichilik ishlarini qanchalik darajada shu mamlakatlar iqtisodiyotiga ta'siri haqida o'zimga juda ham bir chuqur xulosalarni oldim va shu bilan birgalikda mana shu prezidentimiz o'zlarining maqolalarida mana shu Markaziy Osiyoni bir hamkorlikdagi qilayotgan katta loyihalari o'zini Markaziy Osiyo davlatlarida yashaydigan 80 milliondan ortiq aholini farovonligiga xizmat qilishi, umumiy taraqqiyotda birgalikda borishga bir jiddiy chaqiriqlari bilan ham alohida ahamiyatga molik deb hisoblaymiz. Sababi muhtaram prezidentimiz ushbu maqolada oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan birgalikdagi sa'y-harakatlar natijasida tub o'zgarishlar, tub burilishlar yasayotganini ham alohida urg'u berganlar. Biz buni ko'rib turibmiz. Mana shu eng yuqori darajadagi sammitlarni o'tayotgani Markaziy Osiyo bilan birgalikda yaqindagina mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan C5+1 loyihasini amalga oshishi yoki Yevropa davlatlari bilan Samarqand sammiti va yaqinda imzolangan Yevropada bitimni olishimiz mumkin. Xitoy bilan, Rossiya bilan, bo'yinki dunyoni mana shunday yetakchi markazlari bilan birgalikda bugun Markaziy Osiyo bir yaxlit mintaqa sifatida katta loyihalarni amalga oshirish uchun ham xavfsizlik, ham barqarorlik, ham iqtisodiy taraqqiyot yo'nalishida bir imkon makon bo'layotganini ko'rishimiz mumkin va bu narsa aynan mana shu 5 mamlakat rahbarlarini birinchi navbatda davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sa'y-harakatlari bilan 8 yil oldin tashkil bo'lgan maslahat kengashi shu birinchi 2017-yilda tashkil bo'lgan bo'lsa, ko'plab masalalar yuzaga kelganida bir-biri bilan kelishish kerak bo'lgan mana shu masalalarni bir yechimini qilib bugun umumiy farovonlik uchun, umumiy taraqqiyot uchun birgalikda sa'y-harakatlar qilinayotganligini anglash mumkin. To'g'risi agar biz salgina oldinroqqa nazar tashlasak, bundan 8 yil, 9 yil, 10 yil oldin hali qo'shni mamlakatlarning o'zi bir-biri bilan kelisha olmaydigan masalalar juda ko'p edi. Va dunyo mamlakatlari ochiq aytmasa ham katta o'sha markazlar aytardi, o'zing kelishib ol qo'shnilaring bilan. Qanday qilib sizlar bilan biz katta loyihalarni amalga oshiraman degan gaplar ham bo'lganda, shuning uchun ham taraqqiyotni rivojlantirish uchun katta jahondagi iqtisodiy markazlar, davlatlar mana shunday bir moliyaviy institutlarni bir hamkorligida loyihalarni amalga oshirishga bo'lgan tashabbuslari Markaziy Osiyo hududida bir aniq, yorqin amalga osha olmas edi u davrda. Mana shunday bir sharoitda muhtaram prezidentimiz bundan 8 yil oldin mana shunday bir tashabbusni qilib va bu tashabbusni Markaziy Osiyo davlat rahbarlari qo'llab-quvvatlab birgalikda siyosiy liderlarning siyosiy irodasi bilan mana shunday bir ham maslahat kengashi, ham shunday bir yaqinlashuv yillar davomida yechilmagan muammolarni hal bo'lishi, bu chegara masalasini hal bo'lganligi, xalqlarni yaqinlashganligi, iqtisodiy integratsiyani kuchayishi va tinimsiz bir-biri bilan muloqot shaklini, muloqot formatini yo'lga qo'yilganligini alohida ta'kidlash kerak. Chunki hukumatlar aro muloqot formati ham oldin bo'lgan bo'lsa ham nomiga ishlagan. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz maqolada mana shu Markaziy Osiyo yangi davr ostonasida, ya'ni bir yangi davr uchun juda katta imkoniyat boshlanganligini va bo'lajak sammit mana shu yangi davrni ostonasida katta masalalarni hal qilish uchun ham nihoyatda katta ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlab o'tganlar. 5 mamlakatda bugun taraqqiyoti, rivojlanishi nihoyatda yuqori sur'atlar bilan bo'lyapti. Maqolada prezidentimiz jahondagi iqtisodiy o'sishga nisbatan bu 5 mamlakatda iqtisodiy o'sishi 2 barobar tezroq borayotganiga urg'u berganlar. Bu juda muhim ko'rsatkich, chunki rivojlanish nihoyatda yuqori sur'at bilan ketyapti. Va bu o'zaro hamkorlikning ham natijasi ekanligini va bundan keyin ham hali yana salohiyat borligini aytyaptilar. Va bu iqtisodiy mexanizm, bu iqtisodiy kelishuvlarning mexanizmi bu mamlakatlar aro hukumatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishga xizmat qiladigan kotibiyatlar, bosh vazir o'rinbosarlari darajasidagi kelishuvlar, davlat rahbarlarining kelishuvlari va bularning hammasi amaliy ishda o'zini aksini topyapti va bu natijasi o'zaro savdo hajmini ham oshishiga maqolada alohida ta'kidlab o'tganlar. Mana shu o'zaro savdo hajmini oshib borayotganligini, yuqori sur'atda mana 2 barobarga oshganligini o'zi ham bu juda katta ko'rsatkich mana shu yaqin yillarning ichida. Yoki O'zbekiston uchun ham 3 barobarga oshyapti. 702 milliard dollarga yetyapti. Bu o'zaro savdo. Mana shu 5 mamlakat o'rtasidagi O'zbekistonning savdo aylanmasini o'zi 3 martaga oshgan. Bu kim uchun manfaatli?
bizni tadbirkorlar uchun manfaatli. Odamlarimiz uchun, O'zbekistonda yashaydigan, daromad topadigan, pul tikkan ishbilarmonlar uchun manfaatli ko'p. Va shu bilan birga buni chuqurlashishiga xizmat qiladigan sanoat kooperatsiyasi, o'zaro kelishuvlar va shu bilan birga logistika tizimi, transport tizimi, chegaralar oldi savdo tizimlari ochilganligi, mana shu bordi keldi rivojlanishi va mana shunga bir turtki beradigan muhim kelishuvlarni amalga oshganligini natijasida bilamiz va mana shuni o'zi hisobidan ham salkam 2000 ta qo'shma korxonalarni tashkil bo'lgan. Hurmatli prezidentimiz maqolada 3 ta jihatni ko'rsatyaptilar. Mana shu iqtisodiy rivojlanishga turtki beradigan 3 ta jihatga e'tibor qaratdilar. Mani nazarimda birinchisi o'zaro ishonch. Agar ishonch bo'lmasa tadbirkor pul tikmaydi. Mana shu davlat rahbarlari o'rtasidagi juda katta ishonch, hukumat o'rtasidagi mana shu bir-biri bilan ishonch bilan ishlayotganligi bu tadbirkorlarga ham kuch bag'ishlayapti. Ikkinchisi o'zaro manfaatdorlik. Maqolada alohida raqamlar haqida aytilgan 3 barobarga oshishi bu o'zaro savdoni. Bu o'zaro manfaatdorlik asosida yirik loyihalarni birgalikda amalga oshirish. Va uchinchisi davlatimiz rahbari alohida e'tibor qaratgan masala bu umumiy resurslardan adolat tamoyili asosida foydalanish. Chunki suvimiz bitta. Bizni shakllanadigan suv resurslari, uni birgina misol, mana shu suvni keltirsak, bu Amudaryo va Sirdaryo havzasining suvi hamma mamlakatlarga xizmat qiladigan juda katta yirik manba bu. Bu katta boylik bu. Mana shunday umumiy resurslardan adolat bilan foydalanishga xizmat qilish ham mana shu mamlakatlarimiz o'rtasidagi yaqinlikni yana ham kuchaytiryapti. Yana bir narsaga men e'tibor qaratmoqchiman. Mana shu mamlakatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy salohiyat, intellektual salohiyat, xalqlarimizni bir-biriga yaqinlashtirish borasidagi ishlar ham kun tartibidan muhim va bu masalalarga ham alohida urg'u berilganligi, ayniqsa yoshlarimizni ta'lim olish uchun, yangi ish joylarini yaratish uchun, shu bilan birga o'zi xohlagan bir yangiliklarni amalga oshirish uchun ham juda katta imkoniyatlarni ochib beradi.